Kuni kecha Andijon shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli birinchi oilaviy poliklinikada sog'liqni saqlash tizimini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan amaliy seminar-trening bo'lib o'tdi. Unda shahar hokimligi va viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'ullari, tibbiyot birlashmalari rahbarlari hamda shahar bo'ylab faoliyat yuritadigan shifokorlar ishtirok etdi. Uchrashuvning markaziy mavzusi birlamchi tibbiy sanitariya xizmatini zamonaviy talablar asosida tubdan yangilash, aholiga tezkor, shaffof va samarali tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha amaliy yechimlarni muhokama qilish bo'ldi. Taqdimotlar davomida namunali tajribalar, raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari, shifokorlar malakasini muntazam oshirish mexanizmlari hamda bolalar va ayollar salomatligi bo'yicha yangi yondashuvlar atroflicha tahlil qilindi. Muhokamalarda tibbiyot xodimlari o'z faoliyatlarida uchrayotgan muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari va amaliy takliflarni bildirishdi. Tadbir yangi tashabbuslar va kelgusi islohotlar uchun amaliy yo'l xaritasini ochib berdi.